Hozirgi kunda ko'pchilik tomonidan beriladigan savollarga bittada yechim topib beramiz. Aristonimizni tagida obratniy klapanidan xuddi mana shu yerdan suv tomib turibdi deb ko'p savol berishadi. Buni aslo xavfli tomoni yo'q. Aksincha, aristoningizda ortiqcha bosim bo'lganda mana shu obratniy klapan aristoningizni himoya qilayotgan bo'ladi. Ya'ni ortiqcha bosimni tomchilar orqali chiqarib yuboradigan bo'ladi. Bunga bizda yechim xuddi mana shunday shlankacha bilan kanalizatsiyaga tushirib qo'yasiz yoki bironta chelakka, baklashkaga tushirib qo'yasiz. Doim bu holatda ishlatish ham yaxshi emas. Ko'pchilik shuni tushunmaydi. Yaxshi deb o'ylaydi. Yo'q, bu holatda ishlatish yaxshi emas. Bunga yechim topish kerak. Bunga yechim nima bo'ladi desangiz, uyingizga kiruvchi sovuq suvda bosim ko'p, ya'ni davleniya ko'p degani bu. O'sha davleniyani vodoregulyator deydi yoki reduktor deydi. O'shalar orqali o'sha bosimni kamaytirishga harakat qilasiz. Toshkent bo'ylab ariston remont qilish, aristonlarni ta'mirlash, ya'ni aristonlarni tozalab berish, aristonlarni o'rnatish xizmatlari kimga kerak bo'lsa, mana shu yuqoridagi raqamlarga murojaat qilasizlar. Aristonlar bo'yicha hamma savollarga, hamma muammolarga bizda yechim bor. Dug' kontur katyonlar, kriuj stiralni mashinalar bo'yicha ham sheriklarimiz bor. Qo'ng'iroq qilsalaringiz chiroyli borib xizmat qilib beramiz. Videolarimizni podeshka qilib bittadan like bosib ketish esdan chiqmasin. Yanada foydali videolar bilan sizlar bilan yuzlanamiz. Bizda videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpisatsiya, ya'ni obuna tugmasini bosib qo'ying. O'shanda yanada foydali videolarimizni hammadan birinchi bo'lib ko'rib borasiz. Salomat bo'lasizlar.